Sizga bitta gap aytmoqchi edim. Aha. Survival. What the? Yo, bundan ham bittani o'qisa bo'lar ekan. Qo'shib qo'ying. Yeah. Yo, nigga. C'est un momentus. Kedim ko'rinyapti? Da, shapkacha izdan aylanay. Biron joyga urib o'tirmang, buzilib ketadi. Yo. Oh my god! Qara. Ko'rsating deymiz, keyin siz mana bu yerga olib kelasiz bitta kvartiramizga, mana. Yo, what the fuck, bro? Yo, what? Yo! Bilmasa urib qo'ydim endi. Balkon bor ekan sato, let's go! Sizda qancha pul bor, Rask? Hozir $300. $300? Galang! 1000 so'm! So'mda dollar. What the? So'm. Dollar qancha kichik bilasiz, ha? Bir oydan keyin yana 300 ming topishimiz kerak. Xo'p, mayli, chiqing, bizning xonamiz u, bu rasmiylashtirganmiz endi. Yuqori ko'zim ko'rinma. Yuqori! Ya, mayli. Короче, menda ideya bor. 300 ming pul topish. Kirisa! Keraktisi keldi! Yuqoridan ko'rinma ko'zimga. Короче, Rask, to'g'ri ketaveramizda, keyin ikki tomonga bo'linamiz. Yo, qotib qolinglar! Yaxshimisizlar, bolalarim? 1000 so'm sadaqa qilinglar. Boboy, o'zimizga ham pul yo'q-da, agar biz ham ish qidirib chiquvdik, atak nogiron ekansiz. Pul beringlar. Oh, assalomu alaykum. Oh, wow. Ko'kaka. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yana ko'rishdik. Qanaqa yana ko'rishdik, siz boshqa odamsiz endi. To'g'ri. Ish kerak deb yozgan ekansiz. Aytgancha bizga ishchi kerak. Hozir ko'raman, joy bormi yo'qmi? Yo, bo'lsam nima yozasiz? Joy bor yo'q. Qaysi birimiz tanlaysiz? Oddiy odamnimi yoki mushuk sifat odamnimi? Meni tanlang. Meni. Amayli, sizni tanlayman. Tanlamang! Nima tanlaysiz? Sinovi boshqacha-yu. Yo'q, mushuk tanlayman. Kisa. What the fuck? Get out! Yo, what? Rask, bu yoqqa chiqing, bu yoqqa keling, sizga chut gap bor-da. Sizga nima bor? Sut bering. Qornim och. Ashigami? Men necha ketdim. Davay, Rask. Men beraman, to'xtang, men beraman. Kerak emas. Yo'q. To'xtang. Короче. Buni optaylar. Meniki tegmaylar. Atalar qurmagan. Assalomu alaykum. Ish bormi? Assalomu alaykum. Ish yo'q, bor yo'qol. Ket bu yerdan. Yolg'iz gulni topildi. Ijroda bo'lib ketaman. What the fuck? Ye? Kreativ? Wow!